Yangi O'zbekiston taraqqiyotida yoshlar chindan ham mustahkam o'ringa ega. Buni kelajak bunyodkorlariga qaratilayotgan e'tibor, yaratib berilayotgan sharoit va imkoniyatlar misolida yaqqol ko'rish mumkin. Kosonsoy tumanida biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostida o'tkazilgan festival bu boradagi ijobiy qadamlarning amaldagi ifodasi bo'ldi. Hozirgi reportajimiz minglab yoshlarni birlashtirgan festivaldan tayyorlangan. Prezidentimiz tomonidan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning intellektual ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, shuningdek turli yot g'oyalar, zararli illatlar ta'siridan himoya qilish bo'yicha ko'plab tashabbuslar ilgari surildi. Kosonsoy tumanida bo'lib o'tgan Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostidagi festival uning ijrosiga qaratildi va minglab o'g'il-qizlarni yagona ezgu maqsad yo'lida birlashtirdi. Festival ixtisoslashtirilgan maktabda start oldi. Shu mavzuda rasmlar tanlovi, nogironligi bor bo'lsa-da, hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan yoshlarning qo'l mehnati namunalari ko'rgazmasi tashkil etildi. Shuningdek, kitobxonlikni targ'ib etishga qaratilgan loyihalar, yosh iste'dodlar chiqishi, jadid bobolarimiz siymosi gavdalantirilgan teatrlashtirilgan ko'rinishlar namoyish etildi. Unda ishtirok etgan Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov tuman yoshlarning tashabbuskor, yaratib berilayotgan sharoitlarga munosib javob berayotganini e'tirof etdi. Bugungi kunda Kosonsoy tuman yoshlariga bo'lgan e'tiborni ko'rsak, qalblarimiz ham, ko'zlarimiz ham quvonadi. Kosonsoy tumanining 100 ming nafarlab yoshlari bugun yoshlarga oid davlat siyosatining asl mohiyatini, mazmunini chin ko'ngildan his qilib turibdilar. Kosonsoy tumanidagi chegara hududida joylashgan mahallalar yoshlari uchun biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostidagi yoshlar festivali ham aynan mana shu e'tibori yaqqol namunasi ifodasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan mana shu festivalda nogironlik bo'lgan shaxslarga bo'lgan e'tibor ham yaqqol ko'rsatib berilmoqda. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostidagi tadbir mana shu yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ular bir jamiyatga kerakli insonlar ekanligini onglariga singdirish bilan ahamiyatli hisoblanadi. Festival doirasida viloyat rahbari ishtirokida ochiq muloqot ham tashkil etildi. Unda 100 dan ortiq yosh qatnashib, o'z fikr va tashabbuslarini bildirdi. Murojaatlar atroflicha tinglanib, tegishli mas'ullarga o'rganish va hal etish yuzasidan topshiriqlar berildi. Xatlov jarayonlarida yoshlar yetakchilari tomonidan aniqlangan muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan mana shu yoshlar uchrashuvlarini tashkil qilib boramiz. Viloyatimizda 721 ming 14-30 yoshli yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, Kosonsoyda ham 51 mingdan ortiq shunaqangi yoshlarimiz bor. Bularni doimiy uchrashuv va prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlarni ularga yetkazib, qo'llab-quvvatlash bizning vazifamiz. Festival tumandagi sport maktabida davom etdi. Harbiy ko'rgazmalar namoyish etilib, zamonaviy qurol aslaha namunalari, maxsus jihozlar, xizmat texnikalari yoshlarning harbiy sohaga qiziqishini kuchaytirdi. Shuningdek, bu yerda 20 dan ortiq sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etilib, voleybol, stol tennisi, yakkakurash kabi yo'nalishlarda bellashuvlar o'tkazildi. Milliy o'yinlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Arqon tortish, tosh ko'tarish bahslarida kuchlilar saralandi. O'yingohda tashkil etilgan konsert dasturi esa festivalga bayramona kayfiyat olib kirdi. Uning avvalida so'z olganlar bugungi kunda yoshlarimizga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar kengayib borayotganini e'tirof etdilar va turli zararli illatlardan yiroq bo'lish, sog'lom hayot tamoyillariga amal qilish har bir yigit-qizning shaxsiy mas'uliyati ekani uqtirildi. Biz Yoshlar ishlari agentligi qoshidagi Yoshlar front ofisi jamoasimiz Kosonsoy tumanida o'tkazilayotgan Biz giyohvandlikka qarshimiz festivalida biz o'z targ'ibotlarimizni olib bormoqdamiz. Bizning guruhimiz yangi tashkil etildi. Maqsadi viloyatimizdagi har bir ta'lim maskanlariga kirib borish, yoshlarni giyohvandlik illatlaridan asrash va ularda giyohvandlikka qarshi immunitet shakllantirish. Chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilarining jangovar chiqishlari tadbirga o'ziga xos ruh bag'ishladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, so'z ustasi Mirzabek Xolmedovning chiqishi, taniqli estrada xonandasi Sevinch Mo'minova tomonidan kuylangan qo'shiqlar yoshlarni haqiqatan ham yagona ezgu maqsad atrofida birlashtirdi. Gala konsert yakunida rasmlar tanlovi, sport musobaqalari g'oliblari taqdirlandi. Sport, ma'naviyat, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi, madaniy dasturlarni uyg'unlashtirgan festival chegara hududida istiqomat qilayotgan yigit-qizlar uchun katta maktab vazifasini o'tadi. Eng muhimi ular o'z kuchiga ishonish, vatan taqdiriga daxldorlik, sog'lom hayot tamoyillarini hayotiy mezon sifatida qabul qilish zarurligini yana bir bor his etdilar.